Oxirgi kunlarda yangiliklarni ochib qarasangiz hamma joyda bitta mavzu. AQSh, Eron, Isroil. Va albatta kim kimga raketa uchirdi degan savollardan tashqari, bu urush o'zi nimaga boshlandi? Nimaga AQSh Isroilni bu darajada qo'llab-quvvatlaydi? Xitoy va Rossiya kabi davlatlar bu mojaroga qanday qaraydi? Va eng muhimi, bu urushda kim aybdor? Shu va shunga o'xshash savollarga bugun albatta oydinlik kiritamiz. Va albatta Isroil va Eron o'rtasidagi bo'layotgan mojaroni yaxshiroq tushunish uchun biz siz bilan avvalambor bir narsani ajratib olishimiz kerak. Ya'ni bir narsani tushunib olishimiz kerak. Ko'plab insonlar bu urush nimaga boshlandi degan savolga javob izlaydi. Aslida esa bu yerda bitta emas, ikkita savol bor. Birinchisi, hozirgi urushni ayni damdagi bosqich nimadan boshlandi? Ikkinchisi esa, bunday urush o'zi qanday qilib kelib chiqishi mumkin bo'ldi? Va ha, bu ikkita savol. Ya'ni ikkalasi ham bir xil emas. Keling sizga sodda qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, gaz to'lxona. Va gaz to'lxonada agar gugurt chaqilsa, albatta portlash sodir bo'ladi. Lekin bu portlashning asl sababi gugurt chaqilganligida emas, balkim u xona allaqachon gazga to'la bo'lganligida. Demak, Isroil va Eron o'rtasidagi mojaro ham xuddi shunga o'xshaydi. Endi birinchi savolga javob beramiz. Hozir biz ko'rayotgan urush bosqichi nimadan boshlandi? Hozirgi ochiq urush bosqichining eng katta burilish nuqtasi 2026-yil 28-fevraldagi AQSh va Isroil Eronga bergan yirik zarbalari deb hisoblanadi. Aynan shu hujumdan keyin mojaro yashirin bosimdan chiqib, ochiq urush ko'rinishiga o'tdi. Eron bu zarbalarni oddiy signal emas, balkim to'g'ridan-to'g'ri urush deb qabul qildi. Va bunga javoban Eron Isroilga ham AQSh harbiy mavjudligi bor Fors ko'rfazida davlatlar tomon ham raketa va dronlar bilan zarba bera boshladi. Masalan, Qatar, Bahrayn, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar ham xavf zonasiga kirdi. Qatar AQShning mintaqadagi eng yirik bazalaridan biriga mezbon davlat. Bahrayn esa AQShning 5-flotda joylashgan nuqta. Bu endi shunchaki ikki davlat o'rtasidagi navbatdagi keskinlik emas, balki bu mojaro juda tez sur'atda butun mintaqani titratgan urush ko'rinishiga o'tdi. Biz siz bilan hozirgina bu urushni hozirgi bosqichi nimadan boshlandi degan savolga javob berdik. Lekin bu hali nimaga boshlanganiga javob emas. Sababi 28-fevraldagi zarbalar bo'lmagan taqdirda ham Eron va Isroil o'rtasidagi munosabatlar o'zgarib qolmasdi. Demak, masala bir kundagi hujumlarda emas, balkim asl savol boshqa. Bunday urushni o'zi qanday qilib kelib chiqishi mumkin bo'ldi? Xo'p, ko'plab insonlar o'ylaydi, Eron va Isroil har doim ham bir-biri bilan shunaqa urushib kelgan. Aslida esa unaqa emas. Asl sabab 1979-yilga borib qadaladi. Xo'p, 1979-yilda nima bo'lgan? O'sha yili Eronda inqilob bo'ladi. Oldingi tizim ag'dariladi va uning o'rniga yangi islomiy rejim kirib keladi. Mana shu yangi rejim o'zini nafaqat ichki hokimiyat, balki mintaqadagi boshqa kuch markazlariga qarshi turadigan siyosiy loyiha sifatida ko'ra boshlaydi. Sodda qilib aytganda, inqilobdan keyin Eron o'zini AQSh va Isroilga qarshi turgan markaz deb ko'ra boshladi. Isroil esa bunga qarab shunday o'yladi. Agar Eron shu yo'nalishda kuchayaversa, bu yerdagi faqat siyosiy muammo bo'lib qolmaydi. Bu xavfsizlik muammosiga ham aylanishi mumkin. Va mana shu yerda mojaroning birinchi katta ildizi paydo bo'ladi. Bu mojaro faqat uni yomon ko'radi, buni yomon ko'radi degan darajada emas. Bu yerda ikkinchi katta omil bor. Bu ham bo'lsa xavfsizlik. Isroil Eronni nimaga tahdid deb ko'radi? Chunki Eron faqatgina bayonot beradigan davlat emas. U mintaqadagi proksi kuchlar, raketa va dron salohiyati hamda yadro dasturi atrofidagi xavotirlar bilan ko'riladi. Ayniqsa, Eron bilan bog'langan yoki unga yaqin deb ko'rinadigan tarmoqlar Yaqin Sharqning turli nuqtalarida ta'sir o'tkazadi. Shu sabab ham Isroil va AQSh nazarida Eron faqat bitta davlat emas, balkim butun boshli xavfsizlik zanjiri deb hisoblanadi. Bu yerda proksi degan so'z chiqib keladi. Proksi bu urush degani. Ya'ni katta davlatlar to'g'ridan-to'g'ri urushga ta'sir qilmaydi, lekin ular ittifoqchilar yoki yaqin guruhlar orqali urushga bosim o'tkazishi mumkin. Demak, katta davlatning qo'li ko'rinmasa ham, albatta ta'siri ko'rinadi. Endi boshqa tomondan qaraymiz. Eron Isroilni nimaga tahdid deb ko'radi? Eron Isroilni oddiy davlat sifatida emas, ko'proq Falastin yerlarini bosib olgan, G'arb, ayniqsa AQSh qo'llab-quvvatlaydigan kuchli harbiy siyosiy loyiha sifatida ko'radi. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. Eron nazarida Isroil mintaqada barqarorlik keltiradi. Falastin xalqiga zulm qiladi va musulmon dunyosiga qarshi bosim markazlaridan biri hisoblanadi. Shu sabab
Eron ko'pincha Isroilni tabiiy va adolatli davlat deb emas, balkim bosim va kuchga tayangan tizim sifatida tasvirlaydi. Shunday qilib bu ikki taraf bir-birini shunchaki yoqtirmaganligi uchun emas, balkim bir-birini kelajakdagi xavf deb ko'rganligi uchun qarama-qarshi turibdi. Va eng xavflisi ham shu. Ikkala tomon ham o'zini himoya qilyapman deb o'ylaydi. Lekin real hayotda bu mojaro faqat ikki nuqtadan iborat emas. Bu yerda uchinchi katta omil bor. Mintaqaviy ta'sir uchun kurash. Ya'ni savol faqat kim kimga hujum qildi emas, savol yana shuki, Yaqin Sharqda kimning ta'siri kuchliroq bo'ladi. Mana shu joyda Livan, Fors ko'rfazi, AQSh bazalari, Hezbolloh, Houthiylar va dengiz yo'llari bitta zanjirga yo'llanib ketadi. Masalan, Hezbolloh bu Livanda shakllangan Eron bilan yaqin aloqadagi siyosiy qurolli kuch. Shu sabab bu mojaro ko'pincha faqat Eron va Isroil o'rtasida emas, balkim boshqa frontlarda ham namoyon bo'ladi. Mana shuning uchun ham bu mojaro juda xavfli. Agar u faqat ikki davlat o'rtasida qolsa, nazorat qilish nisbatan osonroq bo'ladi. Lekin unga proksi guruhlar, dengiz yo'llari va katta qurolli kuchlar aralashsa, vaziyat birdan murakkablashadi. Bo'layotgan voqeani yanada yaxshiroq tushunish uchun biz yana bir narsani bilib olishimiz kerak. Bir narsada ko'pchilik adashadi. Eronda prezident bor, demak, hamma qaror ana shu yerdan chiqadi. Lekin Eron tizimi shunchaki oddiy prezidentlik tizimi emas. U yerda prezident bor, lekin prezident oddiy kundalik ishlarini boshqaradi xolos. U yerda haqiqiy strategik og'irlik oliy rahbardir. Oliy rahbar armiyadan tortib eng muhim siyosiy masalalarda eng oxirgi so'zga ega. Xo'p, buni ham bilib oldik. Lekin bu hozirgi voqeaga nima daxli bor? Juda ham katta daxli bor. Chunki 28-fevraldagi zarbalar oqibatida Eronning oliy rahbari Ali Xameniy halok bo'ldi. Bu oddiy bir amaldorning o'limi emas edi. Bu Eron davlatining eng yuqori siyosiy va strategik markazga urilgan zarba edi. Keyinroq Mojtaba Xameniy, ya'ni Ali Xameniyning o'g'li yangi oliy rahbar sifatida maydonga chiqdi. Bu shuni anglatadiki, urush paytida Eronning eng yuqori markazi almashtirildi. Ya'ni gap faqat raketa almashuvida emas, balkim Eronning siyosiy yuragi zarba berilganligida edi. Bu nimaga juda ham muhim? Chunki oliy rahbarning o'ldirilishi bu shunchaki siyosiy muammo emas, balkim xavfsizlik muammosiga aylandi. Va shu sabab ham Tehronning keyingi javobi qattiqroq va ko'proq davlatni saqlab qolish ruhida tus oldi. Endi yana bir muhim masala. Hormuz bo'g'ozi. Hormuz bo'g'ozi. Bu Fors ko'rfazini tashqi dunyo bilan bog'laydigan strategik dengiz yo'li. U orqali har kuni juda katta miqdorda neft va neft mahsulotlari o'tadi. Aniqroq qilib aytganda, shu bo'g'oz orqali taxminan neft va neft mahsulotlarining 20% dan oshig'rog'i aynan Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadi. Shu sabab bu bo'g'oz faqat mintaqa uchun emas, butun dunyo energiya bozori uchun hal qiluvchi nuqtalardan biri hisoblanadi. Sodda qilib aytganda, agar Hormuz qaltirasa, faqat Eron yoki Isroil emas, butun dunyo bozori qaltiraydi. Neft narxi ko'tariladi, gaz bozori bosimga tushadi, yuk tashish qimmatlashadi, sug'urta xarajatlari oshadi. Shu sabab bu front faqat harbiy xaritada emas, balkim iqtisodiy xaritada ham juda muhim bo'lib qoldi. Endi eng ko'p beriladigan savollardan biriga keldik. AQSh nimaga Isroilni bu darajada qo'llab-quvvatlaydi? Bu shunchaki do'stligi emas, bu ko'proq manfaat, strategiya va ittifoq. AQSh Isroilni uzoq yillardan beri Yaqin Sharqdagi eng muhim siyosiy nuqtalardan biri deb hisoblaydi. Bu yerda harbiy hamkorlik bor, siyosiy sheriklik bor, texnologik ittifoq bor va eng muhimi AQShning ta'sirini ushlab qolish va kerak bo'lsa kuchaytirish masalasi bor. Va menimcha insonlar bejizga aytishmasa kerak. Qayerda resurslar bo'lsa, ana shu yerda albatta AQSh bor. Bu shiorni rasmiy tasdiqi bo'lmasa ham, buni albatta mantig'i bor. Chunki Eron oddiy davlat emas. U neft zaxiralari bo'yicha dunyoda 3-o'rinda. Tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha 2-o'rinda. Demak, gap faqat siyosat haqida emas. Bu yerda resurs bor, geografiya bor, dengiz yo'llari bor va katta geosiyosiy manfaat bor. Shuning uchun AQSh Isroilni shunchaki yaxshi ko'rgani uchun emas, balkim u orqali Yaqin Sharqda o'z ta'sirini saqlash, Eron kabi resursga boy va xavf deb ko'riladigan davlatni bosimda ushlash hamda energiya va strategik yo'llar ustidan nazorat zaiflashib ketmasligini istagani uchun qo'llaydi. Agar AQSh Isroil tarafda bo'lsa, Eron yolg'izmi? Bu savolga eng halol javob shunday. Eron siyosiy jihatdan mutlaqo yolg'iz emas, lekin hamma u bilan birga frontga tushgan ham emas.
Rossiya AQSh va Isroil zarbalarini agressiya deb atab diplomatik yechimga chaqirmoqda. Xitoy esa harbiy amaliyotlarni to'xtatish va muzokaralarga qaytish kerakligini aytmoqda. Ya'ni bu ikki davlat Eronni bayonotlarda tashlab yuborgani emas, lekin bu degani ular ertaga AQShga qarshi shu urushga to'liq kiradi degani ham emas. Shuning uchun eng to'g'ri xulosa shunday. Rossiya va Xitoy Eronni diplomatik jihatdan qo'llab-quvvatlashi mumkin, lekin bu hali to'liq harbiy ittifoq degani emas. Endi yana bitta juda muhim savol bor. Eronni yengish oson? Yo'q. Eronni yengish oson masala emas. Hattoki AQSh va Isroil birlashganda ham. Qog'ozdagi umumiy harbiy reytingga qarasak, AQSh dunyoda 1-o'rinda, Isroil 15-o'rinda, Eron esa 16-o'rinda turadi. Ya'ni Eron dunyodagi eng kuchli 20 armiyadan biri, lekin kuch faqat reyting bilan o'lchanmaydi. Eronning kuchi raketa zaxiralarida, dron salohiyatida, yerosti bazalarida va urushni cho'zib yuborish qobiliyatlarida ham. Bundan tashqari, Eronning geografik joylashuvi ham uni juda qiyin raqibga aylantiradi. Bu mamlakat katta hududga ega, tog'li va murakkab relyefga ega. Ko'plab harbiy obyektlari ichkariga va yerosti komplekslariga yoyilgan. Shuning uchun uni 1-2 zarba bilan sindirish oson emas. Yana bir juda muhim jihat bor. Eron Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi yonida joylashgan. Bu esa urush kattalashsa, Eron faqat frontda emas, balki dunyo neft va gaz yo'llariga bosim qilish orqali ham javob bera oladi degani. Shuning uchun Eronning geografiyasi shunchaki xaritadagi joy emas. Bu uning strategik ustunliklaridan biri. Demak, eng to'g'ri xulosa AQSh va Isroil harbiy jihatdan katta ustunlikka ega bo'lishi mumkin, lekin Eronni mag'lub etish, mutlaqo yo'qotib yuborish yoki ularni taslim qilish bu juda ham qiyin masala. Sababi Eronning kuchi shunchaki uni armiyasida emas, balkim raketalarida, tarmoqlarida, geografiyasida va eng muhimi bu urushni hamma uchun narxini oshirib yuborish qobiliyatlarida. Endi eng og'ir savolga yetib keldik. Bu urushda kim aybdor? Bittasini tanlab olish albatta oson, lekin bu urushni tushunish uchun bu yetmaydi. Birinchi qatlam. Hozirgi urush bosqichini kim boshlab berdi? Bu savolga javob ancha aniq. 28-fevraldagi AQSh va Isroil zarbalari. Ikkinchi qatlam. Bu portlashga sharoitni kim yaratib berdi? Bu yerda albatta Isroil va Eron o'rtasidagi yillardan beri davom etadigan dushmanlik. 1979-yilda bo'lgan mafkuraviy burilish, tahdidlar, tarmoqlar, proksi kuchlar. Uchinchi qatlam. Hozirgi urushni kim kengaytiryapti? Bu yerda Eronning regional javobi, Hormuz atrofidagi bosim, proksi frontlar va boshqa kuchlarni aralash oqibatlari. Demak, biz siz bilan xulosa qiladigan bo'lsak, eng to'g'ri javob shunday. Biz siz bilan albatta bir tomon tanlashimiz mumkin, lekin ana shu yerda haqiqat tugamaydi. Chunki bu urushni boshlaganlar bor, yillar davomida shu sharoitni qo'llab-quvvatlab kelgan va yaratib kelgan omillar bor. Va albatta buni hozirgi urushni kengaytirayotganlar bor. Agar siz shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, avvalambor sizga kattakon rahmat. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni, yoqtirma belgisini bosishni va ushbu videoni yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan yana ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.